Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozoq Story Time. Biz boshlaymiz. Pul uchun boshlangan nikoh. Madinaning hayoti hech qachon oson bo'lmagan. U 22 yoshida allaqachon hayotdan charchagandek edi. Otasi erta vafot etgan, onasi kasal, ukalari maktabda o'qirdi. Uy eski, qarzlar ko'p, ish esa vaqtinchalik edi. Har kuni bir xil oy, ertaga nima bo'ladi? O'sha kuni ham u bozordan qaytayotgan edi. Qo'lida arzon sumka, ichida bir necha mahsulot. Ko'chada odamlar shoshardi, hech kimga qaramasdi. Madina esa boshini egib yurardi. Shu payt uning oldidan qora mashina sekin to'xtadi. "Qizim, bir daqiqa", dedi past, ammo qat'iy ovoz. Madina cho'chib ketdi. Mashina oynasi tushdi. Ichkarida oq sochli, taxminan 70 yoshlardagi bir erkak o'tirardi. Ko'zlari sovuq, ammo e'tiborli edi. "Siz meni chaqirdingizmi?" dedi Madina ehtiyotkorlik bilan. "Ha. Isming Madina, to'g'rimi?" Qiz yuragi tez ura boshladi. "Qayerdan bilasiz?" Erkak kulimsiradi. "Men ko'p narsani bilaman. Masalan, sen pulga muhtojsan." Madina jim qoldi. "Menga yordam kerak", dedi erkak. "Senga esa pul." U mashina eshigini ochdi. "O'tir. Gaplashamiz." Galati taklif. Ular sokin joydagi kichik kafega kirishdi. Erkak o'zini Sodiq aka deb tanishtirdi. Ilgari katta lavozimlarda ishlaganini, hozir yolg'iz yashashini aytdi. "Men senga halol taklif bilan keldim, Madina", dedi u choydan bir ho'plab. "Men sen bilan turmush qurmoqchiman." Madina deyarli kulib yuboray dedi. "Siz hazillashyapsizmi?" "Yo'q. Men sizga qizimday bo'laman-ku. Menga xotin kerak. Senga esa pul. Hammasi shunchaki kelishuv." Madina jim qoldi. "Men senga uy beraman, onangni davolataman, ukalaringni o'qitaman. Har oy maosh ham bo'ladi. Sen esa mening ismimni ko'tarasan. Boshqa hech narsa talab qilinmaydi." "Hech narsa. Hech narsa", dedi u qat'iy. Madina ichidan titrab ketdi. Bu axloqan noto'g'ri edi. Ammo onasining dorilari, ukalarining daftarlari ko'z oldiga keldi. "Oylab ko'raman", dedi u sekin. Sodiq aka bosh irgadi. 3 kuning bor. Qaror. 3 kun Madina uxlamadi. Oynaga qarab o'zidan nafratlanardi, keyin esa yana o'zini oqlardi. Bu faqat pul uchun vaqtinchalik. Onasi unga qarab dedi. "Qizim, sen nimadandir bezovtasan." Madina javob bermadi. 3-chi kuni u qo'ng'iroq qildi. "Roziman." Sodiq aka faqat bitta gap aytdi. "Aql bilan tanlov qilding." Nikoh. Nikoh oddiy bo'ldi. Kam odam, kam gap. Sodiq aka qimmat kostyumda, Madina esa oq libosda edi. Odamlar pichirlardi. Pul uchun chiqibdi. Bechora qiz. Qarini ko'r. Madina hech kimga qaramadi. Shu kuni u katta uyga ko'chib o'tdi. Uy juda sokin edi. Juda ham sokin. "Bu yerda qoidalar bor", dedi Sodiq aka. "Sen ularga amal qilasan." "Qanday qoidalar?" "Kechasi soat 11 dan keyin tashqariga chiqma. Uyning pastki qavatiga tushma. Va eng muhimi, mening xonamga ruxsatsiz kirmaysan." Madina bosh irgadi. "Xavotir olma", dedi u ichidan. Baribir bu faqat pul uchun. Ammo u bilmasdi. Bu uyda puldan qimmat sirlar bor edi. Uy ichidagi sukunat. Madina birinchi kechani bu uyda deyarli uxlamay o'tkazdi. Uy juda katta edi. Devorlari baland, shiftlari keng, har bir qadam tovushi uzoqqa aksado berardi. Hatto o'zining nafas olishi ham juda baland eshitilayotgandek tuyulardi. Madina to'shakda yotib soatga qarar, qulog'ini devorga tutardi. Soat 23, oh bo'ldi. Uning yodidan chiqmagan qoida bor edi. Soat 11 dan keyin tashqariga chiqma. Nega? Nima uchun? Shu payt u birinchi marta eshitdi. Pastdan. Sekin. Sirgalgandek tovush.
Go'yo kimdir zinadan ohista tushayotgandek. Madina yuragini qo'li bilan bosdi. Bu shamol bo'lsa kerak deb pichirladi. Lekin uyda shamol yo'q edi. Xizmatkor ayol. Ertasi kuni ertalab oshxonaga tushganda u yerda bir ayolni ko'rdi. Yoshi 50lar atrofida, yuzi jiddiy, ko'zlarida gam bor edi. Assalomu alaykum, dedi Madina. Ayol sekin qaradi. Va alaykum assalom. Isming Madina, to'g'rimi? Ha. Men Zaynabman. Bu uyning xizmatkoriman. 20 yildan beri. 20 yil. Madina ichidan o'yladi. Sodiq aka bu uyda shuncha vaqt yolg'iz yashaganmi? Bu uy juda sokin ekan, dedi Madina ehtiyotkorlik bilan. Zaynab ayol bir zum jim qoldi, keyin past ovozda dedi. Bu uy sokin emas. Bu uy jim turishni yaxshi ko'radi. Madina tushunmadi. Qanday qilib? Zaynab atrofga qarab oldi, go'yo kimdir eshitib qolishdan qo'rqayotgandek. Bu yerda hamma narsani bilishga urinma, qizim. Ayniqsa pastki qavatni. Madinaning yuragi tez ura boshladi. Pastki qavatda nima bor? Zaynab javob bermadi. Faqatgina dedi. U yerga tushma. Agar tushsang ham hech narsani ko'rmagandek bo'l. Birinchi shubha. Kunning qol Madina uchun juda sekin o'tdi. Uy ichida yurib devorlardagi eski rasmlarni ko'rdi. Rasmlarda Sodiq aka yoshroq holatda edi. Yonida esa turli ayollar. Har bir rasmda boshqa ayol. Lekin ularni birlashtiradigan bitta narsa bor edi. Ularning ko'zlari bir xil edi. Bosh sokin, xuddi nimanidir yashirayotgandek. Madina rasmlardan ko'zini uzolmadi. Bular kimlar? Deb so'radi u kechki ovqat payti. Sodiq aka ovqatni sokin yeb o'tirar edi. Oldingi xotinlarim, dedi u xotirjam. Xotinlar? Ko'plikda. Ha. Madina tomogidan bir narsa o'tgandek bo'ldi. Ular qayerda hozir? Sodiq aka qoshiqni sekin stolga qo'ydi. Bu savolni bermaganing yaxshi bo'lardi. Taqiqlangan eshik. O'sha kech Madina yana uxlay olmadi. Soat 12da u yana o'sha tovushni eshitdi. Bu safar aniq edi. Zinapoyadan pastga tushayotgan qadamlar. Madina o'rnidan turdi. Oyoqlari titrardi, lekin ichidagi qiziqish qo'rquvdan ustun keldi. U sekin eshikni ochdi. Yo'lak qorong'i edi. Pastki qavatdan xira chiroq nuri ko'rinardi. Madina zinadan pastga bir qadam tashladi. Shu payt orqasidan past, sovuq ovoz. Men aytgandim bu vaqtda yurmaslikni. O'q. Orqasida Sodiq aka turardi. Kechirasiz, suv ichmoqchi edim, dedi Madina yolg'on. Sodiq aka unga. Bu uyda suv doim oshxonada bo'ladi, yana bunday qilma. Madina. Lekin pastki qavat eshigi yop edi. Va u yerdan past, galati nafas ovozi kelardi. Songi ogohlantirish. Ertasi kuni Zaynab Madinani yoniga chaqirdi. Qizim, dedi u titrab. Kecha pastga tushdingmi? Madina jim qoldi. Zaynab ko'zini yumdi. Agar bu nikoh pul uchun bo'lgan bo'lsa, bilib qo'y, bu uy pul bilan to'lanadigan joy emas. Unda nima bilan? Zaynab sekin javob berdi. Sabr bilan. Va ba'zan jon bilan. Pastki qavatdagi haqiqat. O'sha kundan keyin Madina tinchlana olmadi. Zaynabning so'zlari quloqidan ketmasdi. Bu uy pul bilan to'lanadigan joy emas. Unda nima bilan? Bu savol Madinani ichidan kemirardi. Tun va qaror. O'sha kecha Sodiq aka odatdagidan erta yotdi. Soat hali 10 bo'lmagan edi. U yana o'sha og'ir sukunatga cho'mdi. Madina to'shagida yotib shiftga qaradi. Agar hozir bilmasam, keyin kech bo'ladi, dedi u ichidan. Soat 30 bo'lganda u asta o'rnidan turdi. Oyoqlarini yalang oyoq polga bosdi. Sovuq edi. Yuragi tez ura boshladi, lekin u orqaga qaytmadi. U eshikni ochdi. Yo'lak bosh edi. Zina tomonga qaradi. Pastki qavatdan xira yorug'lik kelardi. Zinadan pastga.
Har bir qadam og'ir edi. Zina qarsillamasligi uchun u oyoqlarini ehtiyotkorlik bilan qo'yardi. Pastga tushgan sari havo sovuqlashib, nam hid kelardi. Pastki qavatda u ilgari ko'rmagan uzun yo'lak bor edi. Devorlari beton, chiroqlar xira. Va yo'lak oxirida eshik. Temirdan yasalgan, eski, lekin mahkam yopilgan. Eshik ustida kichik lavha bor edi. Unda faqat bitta so'z yozilgan edi. Xotira. Madina yuragini qo'li bilan bosdi. Xotira. Eshik ortidagi ovoz. U eshikka yaqinlashdi. Ichkaridan juda sekin tovush eshitildi. Nafas olishga o'xshardi. Yoki pichirlashga. Madina qulog'ini eshikka tutdi. Yana biri degan ovoz eshitildi. Qiz cho'chib ketdi. Kim bor u yerda? Dedi u past ovozda. Javob bo'lmadi. Faqatgina eshik ortidan sekin tirnalgan tovush keldi. Go'yo kimdir ichkaridan chiqmoqchi edi. Sirli xonalar. Madina qo'rqib, lekin ortga qaytmasdan yo'lak bo'ylab yurdi. Yana 2 eshik bor edi. Birinchisining ustida yozuv yo'q edi. Ikkinchisining ustida esa oldingilar. Madina eshik tutqichini ushladi. U sekin ochildi. Ichkarida kichik xona bor edi. Devorda suratlar. Ko'p suratlar. Ular tanish edi. Madina yuragi to'xtab qolgandek bo'ldi. Bu rasmlardagi ayollar edi. Oldingi xotinlar. Lekin ular rasmlarda emas edi. Ular o'tirib turishardi. Ular tirik edi. Xonada 5 ayol bor edi. Ular jim o'tirardi. Ko'zlari ochiq, lekin bo'sh edi. Go'yo kimdir ichidan o'chirib qo'ygandek. Madina qichqirmoqchi bo'ldi, lekin ovozi chiqmadi. Sizlar tirikmisizlar? Bir ayol sekin boshini ko'tardi. Biz shu yerdamiz, dedi u past ovozda. Lekin yashamaymiz. Nega chiqmaysizlar? Ayol kulimsiradi. Bu kulgi dahshatli edi. Biz pul uchun chiqqandik. Endi navbat sendami? Sodiq akaning siri. Madina orqasiga qaradi. Eshikda Sodiq aka turardi. Men aytgandim, dedi u sokin. Pastga tushma deb. Madina titrab dedi. Siz ularni bu yerda saqlayapsizmi? Yo'q, dedi u, men ularni eslab turaman. Bu nima degani? Sodiq aka sekin yaqinlashdi. Pulga chiqqan nikoh vaqtinchalik bo'ladi, Madina. Lekin xotira abadiy. Haqiqiy shartnoma. U stol ustidan eski hujjatni oldi. Sen imzolaganing faqat nikoh emas edi. Madina qog'ozga qaradi. U yerda kichik yozuv bor edi. Juda kichik. Rozilik bilan xotiraga topshiriladi. Bu nima? Bu degani, dedi Sodiq aka sovuqqonlik bilan, sen ham bu uyga tegishli bo'lasan. Qochish yo'qmi? Madina orqaga chekindi. Men ketaman, dedi u, pul kerak emas. Hech narsa kerak emas. Sodiq aka boshini chayqadi. Juda kech. Shu payt pastki qavat chiroqlari ochib qoldi. Qorong'ilik. Va qorong'ilik ichida ayollarning bir ovozda aytgan gapi. Biz ham shunday deganmiz. Marosim. Qorong'ilik ichida Madina nafasini zo'rga ushlab turardi. Chiroqlar ochgach, pastki qavat go'yo tirikdek bo'lib ketdi. Devorlardan sovuq hid kelardi. Ayollarning pichirlashi endi alohida emas, bitta ovozga aylangandi. Biz ham shunday deganmiz. Madina ko'zlarini yumdi. Oyoqlari bo'shashib ketdi. Bu tush bo'lishi kerak, deb pichirladi u. Yo'q, dedi Sodiq aka sokin. Bu yerda tushlar uzoq qolmaydi. Chiroq yana yondi. Oqartirilgan sovuq nur. Ayollar yana joylarda edi. Qimirlamay. Faqat ko'zlari Madinaga qadalgan. Zaynabning asl roli. Yo'lakdan sekin qadam tovushi eshitildi. Madina orqasiga o'girildi. Zaynab kelardi. Endi u xizmatkor ayolga o'xshamasdi. Belini tik tutgan, nigohi qat'iy, ovozi buyruqdek chiqardi. Vaqt keldi, dedi u. Qanday vaqt?
Madina qichqirib yubordi. Siz bilardingizmi bularni? Zaynab Madinaga qarab bosh irgadi. Bilardim. Men faqat uyga xizmat qilmayman, qizim. Men marosimni saqlayman. Qanday marosim? Zaynab chuqur nafas oldi. Pul uchun qurilgan nikohlar bu uyda oddiy nikoh emas. Bu almashuv. Almashuv nimasi? Zaynab devordagi eski rasmni ko'rsatdi. Unda juda yosh Sodiq aka va yonida chiroyli bir qiz bor edi. Birinchi xotini, dedi Zaynab. U pul uchun chiqmagan edi. U chin yurakdan sevgan. Sodiq akaning yuzi bir zum qattiqlashdi. U ketdi, dedi u sovuq. Va men yolg'iz qoldim. Shundan keyin, davom etdi Zaynab, u bitta qarorga keldi. Endi hech kim uni tark etmasligi kerak edi. Shuning uchun ularni qamaysizmi? Dedi Madina. Yo'q, dedi Zaynab. Biz ularni ushlab qolamiz. Xotira sifatida. Ular tanasi bilan emas, irodasi bilan qoladi. Marosim qanday o'tadi? Zaynab stol ustiga shamlar qo'ydi. Eski kitobni ochdi. Kitobdagi yozuvlar galati belgilar bilan yozilgan edi. Har bir xotin bu uyga bir narsasini beradi, dedi u, kimdir quvonchini, kimdir orzusini. Oxirgisi esa. Zaynab Madinaga qaradi. O'zini. Madina orqaga chekina boshladi. Men bunga rozi emasman. Sodiq aka yaqinlashdi. Sen allaqachon rozi bo'lgansan. Qog'ozda. Pulni olgan kuning. Ayollarning ogohlantirishi. Xonadagi ayollardan biri sekin o'rnidan turdi. Uning ovozi xira, ammo aniq edi. Qochishga urinma. Nega? Chunki biz urinib ko'rdik. Vachi. Ayol kulimsiradi. Uy seni baribir qaytarib keladi. Shu payt Madina zinapoyaga qaradi. Yo'l ochiq edi. Bir umid. Madina birdan yugurdi. Zinadan yuqoriga. Orqasidan qichqiriqlar emas, jimlik keldi. Bu jimlik undan ham qo'rqinchli edi. U yuqori qavatga chiqib eshik tomon yugurdi. Eshikni ochdi. Tashqarida hech narsa yo'q edi. Ko'cha yo'q. Darvoza yo'q. Faqat tumonat qorong'ilik. U orqasiga o'girildi. Zaynab zinaning tepasida turardi. Uy seni qo'yib yubormaydi. Madina, dedi u, marosim boshlanib bo'ldi. So'nggi so'z. Sodiq akaning ovozi pastdan eshitildi. Agar hammasini tezroq tugatsak, kamroq og'riydi. Madina yiglab yubordi. Men faqat pul uchun chiqqandim. Zaynab sekin javob berdi. Bu uyda hech kim faqat pul uchun kelmaydi. Tanlov. Madina polga o'tirib qoldi. Ko'z yoshlar yuzidan jim oqardi. Qichqirmadi. Endi ovoz foydasiz edi. Bu uy ovozni eshitmasdi. Bu uy faqat bo'ysunishni bilardi. Zaynab shamlarni yoqdi. Olovlar devorlarda titrab, ayollarning soyalarini uzun qilib ko'rsatardi. Soyalar xuddi tirikdek qimirlardi. Boshlaymiz, dedi Zaynab. Iltimos, dedi Madina past ovozda. Meni qo'yib yuboring. Men pulni qaytaraman. Hammasini. Sodiq aka unga tikildi. Nigohi achinchsiz edi. Pul bu yerda vosita edi, Madina. Sen esa tanlovsan. Marosimning yuragi. Zaynab kitobni ochdi. Har bir kelin bu uyga kirganda 3 bosqichdan o'tadi, dedi u. Birinchisi inkor. Ikkinchisi qo'rquv. Uchinchisi esa u to'xtadi. Qabul qilish. Agar qabul qilmasamchi? Dedi Madina. Zaynab unga qaradi. Unda sen oldingilardan farq qilmay qolasan. Ayollardan biri sekin dedi. Biz ham qabul qilmagandik. Haqiqat ochiladi. Madina ko'zini yumdi. Nega bularning hammasi? Dedi u, nega shuncha ayol? Sodiq aka birinchi marta chuqur nafas oldi. Chunki men yolg'izlikni ko'tara olmadim. Shuning uchun ularni sindirdingizmi? Yo'q, dedi u past ovozda. Men ularni to'xtatdim. Ketib qolmasliklari uchun.
Bu sevgi emas. Sevgi hamma vaqt chiroyli bo'lmaydi. Oxirgi sinov. Zaynab stolga kichik oynani qo'ydi. Qarang, dedi u Madinaga. Oynada Madina o'zini ko'rdi. Lekin bu o'zi emas edi. Ko'zlari bo'sh. Yuzida hissiyot yo'q. Xuddi pastki qavatdagi ayollarga o'xshardi. Madina qichqirib yubordi. Yo'q. Men bunday bo'lmayman. Bo'lasan, dedi Zaynab. Agar tanlov qilmasang. Qanday tanlov? Zaynab sekin dedi. Yoki sen bu uyda qolasan. Yoki sen bu uyni to'xtatasan. Umid uchquni. Qanday qilib? Dedi Madina titrab. Zaynab ovozini pasaytirdi. Marosimni yakunlaydigan kishi uni ham buzishi mumkin. Sodiq aka bir qadam oldinga tashladi. Zaynab. Juda kech, dedi u, har bir uyda bir kun hisob so'raladi. Madina yuragini ushladi. Agar men marosimni buzsam, sen hammasini yo'qotasan, dedi Zaynab. Pulni ham, xotirani ham, hatto bu nikohni ham. Lekin ularchi? Madina ayollarga qaradi. Ular ozod bo'lishadi, dedi Zaynab. Ayollarning ko'zlarida ilk bor nimadir yondi. Qaror. Madina chuqur nafas oldi. U onasini esladi. Ukalarini. Qashshoqlikni. Ammo endi u boshqa narsani ham bilardi. Bu pul qon bilan to'lanardi. Men roziman, dedi Madina. Sodiq aka jilmaydi. Aqlli qiz. Lekin Madina davom etdi, men o'zimni emas. Zaynab bosh irgadi. Demak, oxirgi bosqich boshlandi. Chiroqlar birdan ochdi. Va uy titradi. Pulning narxi. Qorong'ilik ichida hamma narsa to'xtab qolgandek edi. Madina ko'zlarini ochdi. U hali ham pastki qavatda edi. Shamlar ochgan, faqat favqulodda chiroqlar xira yonardi. Devorlar goldirab, uy ichidan og'ir nafas eshitilayotgandek bo'lardi. Boshladik, dedi Zaynabning ovozi. Endi ortga yo'l yo'q. Madina oyoqqa turdi. Qo'rquv bor edi. Lekin undan ham kuchliroq narsa bor edi, qaror. So'nggi marosim. Zaynab kitobni Madinaga uzatdi. Oxirgi bosqichni faqat sen yakunlay olasan, dedi u, chunki sen hali o'zingni yo'qotmagansan. Nima qilishim kerak? Ismingni baland ayt, dedi Zaynab. Va nimani tanlayotganingni? Sodiq aka qattiq qaradi. To'xta, dedi u, sen nima qilayotganingni bilmaysan. Aksincha, dedi Madina. Endi juda yaxshi bilaman. U chuqur nafas oldi. Mening ismim Madina. Men pulni tanlamayman. Men inson bo'lib qolishni tanlayman. Uy qattiq titradi. Uyning siri. Devorlardan ovoz chiqdi. Go'yo uy o'zi gapirayotgandek. Bu uy xotira bilan yashaydi, dedi Zaynab. Agar xotira uzilsa, u holda uy ham yashamaydi, dedi Madina. U kitobni yerga tashladi. Shamlar oz-ozdan yonib, keyin birdan ochdi. Ayollarning ovozlari birma-bir eshitildi. Men eslayman. Men ketmoqchiman. Men erkinlikni xohlayman. Ularning ko'zlari jonlandi. Qulash. Sodiq aka orqaga chekindi. Yo'q, dedi u titrab. Siz meni tashlab ketolmaysiz. Biz seni tashlab ketmayapmiz, dedi ayollardan biri. Biz o'zimizni qaytarib olyapmiz. Zamin yorildi. Devorlardagi suratlar qulab tushdi. Sodiq aka tiz cho'kdi. Men faqat yolg'iz edim, dedi u past ovozda. Yolg'izlik bahona emas, dedi Madina. Hech qachon. Ozodlik. Bir zumda hamma narsa jim bo'ldi. Madina ko'zlarini ochdi. U tashqarida edi. Tong otayotgan edi. Uy yo'q edi. Faqatgina bo'sh yer va eski darvoza qoldi. Yonida ayollar turardi. Ular tirik edi. Ko'zlari tirik. Zaynab sekin dedi. Marosim tugadi. Sizchi? Dedi Madina. Zaynab jilmaydi. Men bu uy bilan bog'liq edim. Endi erkinman.
U sekin ko'zdan g'oyib bo'ldi. Epilog. Bir necha oy o'tdi. Madina kichik uyda yashardi. Pul yo'q edi. Boylik yo'q edi. Lekin u o'zini ko'zguda ko'ra olardi. Onasi sog'ayib ketdi. Ukalari oqirdi. Bir kuni Madina stol tortmasidan eski nikoh hujjatini topdi. Uning pastki qismida mayda yozuv bor edi. Pul bilan boshlangan tanlov. Faqat jasorat bilan tugaydi. Madina qog'ozni yirtib tashladi. Va birinchi marta chinakamiga nafas oldi.